Hey yo, barchangizga salom do'stlar. Sizlar Jon of Shorts kanalini tomosha qilyapsiz va bugun biz sizlar bilan sun'iy intellekt, ya'ni AI orqali qanday qilib video yasashni, adashib ketdim. Musiqa yasashni o'rganib olamiz. Buning uchun bizga ikkita ilova, Suno AI va ChatGPT kerak bo'ladi. Albatta, videoni boshlashdan oldin unga like va kommentariy yozib qoldirishingizni kutardim do'stlar. Xo'p, biz birinchi bo'lib Suno AI ilovasiga kirib olamiz. Uni albatta Play Market orqali yuklab olsangiz bo'ladi. Xo'p, bizda mana bunday oyna kelib ochiladi. Agar bunday oyna kelib ochilmasa, siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Google account orqali ro'yxatdan o'tasiz va mana bunday oyna kelib chiqadi. Kelib chiqqandan so'ng bizda pastki qismda 5 ta bo'lim bor. 5 ta bo'limdan pastdagi o'rtadagi 3-bo'limni tanlab olamiz. Va bizda mana bunday menyu kelib chiqadi. Bu yerda siz qo'shiqni g'oyasini yozsangiz, sun'iy intellekt sizga shunchaki o'zi qo'shiq yozib berishi mumkin. Xo'p, bu yerda simple degan tepadagi so'zni ustiga bossak, advanced deganga o'zgaradi. Ushbu joyda biz qo'shiqqa o'zimiz tekst yozishimiz mumkin va o'zimiz uning stilini, ya'ni janrini tanlab berishimiz mumkin do'stlar. Xo'p, bizda tepada birinchi audio so'zi turibdi. Bu yerda siz vokal, ya'ni o'zingiz qo'shiqni vokalini qanday aytilishini tashlab bersangiz, xuddi shunday aytib beradi va undan tepada esa voice. Ushbu joyda siz o'zingizni ovozingizni qo'shsangiz ham bo'ladi. Albatta bu pulli. Mana bu yerda pulli versiyalar bor. 5/5 versiyasida ushbu narsalar amal qiladi. Albatta biz tekinidan foydalanamiz do'stlar. Xo'p, bizga ikkinchi kerak bo'ladigan ChatGPT ga kirib olamiz va unga yozamiz. Menga o'zbekcha musiqa kerak. Janri pop va estrada bo'lsin. Unga tekst va prompt yozib ber. Albatta shu joyda eslatib o'taman do'stlar. Prompt maksimal mingta harf bo'lishi kerak. Xo'p, ChatGPT bizga mana qo'shiq matnini yubordi. Matnini ajoyib qiyin so'z. Tunlar jim, xayollarim senda. Yuragim hamon seni izlar yana. Wow, super. Buni kopировать qilamiz va Sunoga qaytib, lyrics degan joyga vstavka qilib olamiz. Ya'ni lyrics bu qo'shig'imizning teksti, ya'ni matni. Xo'p, bizda pastda prompt ham yozib berdi. Promptni ham nusxalab stylus degan joyiga qo'yamiz. Do'stlar, albatta bu sodda ko'rinishi, keyinchalik o'zingiz ham ilovaga kirib, chuqur o'rganib, ajoyib musiqalar yaratishingiz mumkin. Men mana bu joyda create tugmasini bosaman. Va bizning musiqamiz tayyor bo'lyapti. Pastdagilarga e'tibor bermaysizlar, bular shunchaki o'zim ishlatib ko'rib yaratgan musiqalarim. Xo'p, bizning musiqamizning ikkita versiyasi tayyor bo'ldi. Ularni eshitib ko'ramiz. Qo'shiq matni tunlar jim, xayollarim senda. Yuragim hamon seni izlar yana. Ko'chalar jim, yomg'ir yog'adi. Ajoyib musiqalar. Yana seni o'yladim, yana seni sog'indim. Ko'chalar jim, tunlar uzun, xayolimda sen hamon.
Mana do'stlar, bu shunchaki oddiy va bepul edi. Agar siz pulli versiyasini ham sinab ko'rsangiz, ajoyibdan ajoyib musiqalar yaratishingiz mumkin. Albatta, taksichi akalarimiz zerikib qoldi. Xo'p do'stlar, videoni yakunlashdan oldin sizdan bir narsani iltimos qilaman. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'xshadi degan so'zingizni yozib qoldirsangiz juda ham xursand bo'lardim va men keyingi videolarda bundan ham foydaliroq kontentlarni yaratish uchun motivatsiya olgan bo'lar edim do'stlar. Xo'p, kelasi yaratadigan musiqalaringizga omad. Sizlardan ham ajoyib hit musiqalarni kutib qolaman. Barchangizga xayr do'stlar.